Beni 61 ming so'mdan. Bering. Sağ 61 yarimdan ketdimi? 61 million? 61 dan taroziga ketdi akalar. Har bittasi tortib ko'riladi. Nechtasi? Nechtasi olindi? Bitta mana shumi? Bitta mana shu 61 dan taroziga. Hozir taroziga ketdi, mana tortib ko'radi. Bu orqaga yuradigan ekanda. Nechta oldi? Dada nechta? Yo'q, akalar 61 dan taroziga taxmin qilib turinglar, necha kilo chiqib qoladigan-a? Altmış birdan taroziga akalar. Besh yuz 84 kilo chiqyapti janlar. Yaxshigina. 584 kilo chiqdi 61 dan taroziga. Skitkasi bormi yo'qmi? Taroziga men beraman. Skitkasi bormi yo'qmi? Besh skitka? Besh skitka. 5 skitka akalar. Taroziga 61 dan. Ketdi. Hurmatli aka-ukalar, sekin mana. Uchtasi qoldi endi. 4 dedi, bitta ketdi. Bu ham aynaqa chiqadi. Bu ham 500 bu ham 600 kilo chiqsa kerak. Bu 584 kilo nariga chiqdi. Bu ham aynaqa chiqsa kerak. Sal kattaroq o'xshadi. Ha, men bitta oldim. Qirg'iziston ekan bu ham. Hammasi qirg'izmi? Hammasi qirg'iz. Chetdan kelgan. Ha? Chetdan kelgan. Chetdan kelgan. Anasini oldilar, manasini oldilar. Göreylar akalar. Noqalari ham kengina jonivor. Bugun bozor ancha qizg'in bo'lyapti akalar. Ancha qizg'in. Sizlar aka necha pul berdi aka bunga? To'g'risi bilmayman, o'sham deydi. 30 million deyapti. 30 million? Akalar 30 million aytilyapti mana bu qamizga. 30 million aytilyapti, berilmayapti 30 millionga. Neç pul bo'ldi bu? Qancha sotildi? 29 ga turishi. Akalar turishi 29 ga sotilibdi. Katta buqamiz. Taroziga qo'ymadinglar? 502 kilo chiqibdi akalar. 502 kilo chiqibdi. 38,5. Bularnimisi bu nima bu? Mikimi bu? Gibritmi? Surxash. Surxash. Oldingizmi buni, sotyapsizmi? Oldi. Necha pulga oldingiz? 28 million 400 ga. 28 million akalar 400 ga olinibdi. Sotiladi? Ustiga sotiladi. 28 2 million 400 dedingizmi? 28 millionmi? 28 million 400. 28 million 400 ga olindi akalar, ustiga sotiladi. Ha, oldim. Nech pul deyapsiz buni? 24 yang hozir kam bor aka. Buni parodasi qanaqa bu? Parodasi? Qashaykimi? Bo'lakchak. Necha yil berishdi bozor? 22,5 million beradi. 22,5 million? 22,5 da 24 tasi beradi. 192 kilo keldi. 192 kilo keldimi? Ha. Ne akalar? Mal bozorida. Nomeringizni aytingchi. 93lik. 780 Aha. 0040. 93 780 0040 akalar. Sotiladi, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Buni oldinglarmi aka buni?
Olmam. Neç pul deyapsizlar buni? 30 milyon akalar. 30 milyon kami bor akalar. Canım. Qaysini savdosi bo'lyapti ki maqda? Monimi nech pulga? Nech pul savdosi bo'lyapti aka? Barakasini olaylik, mazza qilib qo'lini, ha? Qo'liz olaylik. O hali Qo'liz. Bo'ldi, bor baraka. Nech pulga so'ralyapti? 200 ming so'm beradi. Mehnat qilganimizga qadrlab qo'ying. Bo'ldi, mashina bir kilo 600 bilan. 26 milyon 200. Hozir ko'rsatamiz. Bo'ldi baraka. Deb qo'ying. Bo'ldi, yengil baraka ham sotadi. Haqiqatan yo'q bo'ldi, bo'ldi. Ha bo'lsa men nima qilib men o'z bozor odam bo'lsam. Bo'ldi, gap yo'q. Ruxsatimiz sakin. Ya jo'nataverasiz. Bo'ldi. Anani jo'nataman. Bo'ldi, ya jo'natasiz. Deb pulni berasiz. Qanchaga ketdi bu? Ha? Nech pulga oldilar buni? 26 milyon 200 ga olindi akalar mana. Qanchaga? 26 milyon 200. Aka-ukalar sotiladigan mana bitta 5 ta zo'r buqalarimiz bor ekan. O'sha shvetni bir boshdan so'rab ketaman. Begus, nech pul bo'ldi aka bu? Ha? Qanchadan qaytdi? 27 dan qaytdi akalar. 27 dan qaytdi. Nech pulga oldilar buni? Akalar buni egalari yo'q ekan. Nech pul bo'ldi? Tog'a nech pul ekan bu? 40 milyon akalar. Simentalimizmi? 40 milyon bo'ylari akalar 1.45 dan baland. Yana bitta mana simentalimiz. Jonivar. Molni tugashi, filni boshlanishi bo'lib ketdi ko'ringlar, jonivar. Ko'ring. Yo'q, semirgan. deb qo'yiladi-yu, ha? 650 kilo tortib qo'ydim. 650 kilo? 650 kilo. Yashodan chiqqan molimiz. Bir oydan o'tib chiqqan. Chiqqaniga, oh, jonivar. Molimiz yashodan chiqqaniga 1 oy bo'ldi. Qaranglar oyoqlarni. Semental ishqibozlarga jo'natibdi. Toza qon ekan bu. Ha? 100% semental. 100% semental. Puli qancha ekan bu 100%? Puli 55 million deyapmiz. 55 million kabi buni. 55 million ham bor ekan. Bunimizni 40 kami bor. Buchi mana. Bu ham sizlardanmi? Nech pul bu? Tamam, bu 35 bu aytgan aka. Aha. 28 yarim pul berdi. Shved nech pul bo'ldi? Qanchadan qaytdi? Shvedimiz qaytdi. 25 baho berishdimi? 28 yarim. 28 yarim berdi. 30 baho aytilgan, ha? 35 baho aytilgan, 28 yarim berdi. Ertalab 30 bergan dedingizmi? Shuni? 28 yarim berdi. Ertalab ham 28 yarim bergan. Hozirgi savdosi nech pul bo'ldi? Kiloga so'rashi. Qanchadan? 62. Taroziga 62 dan. Burimiz nima shekiliga? Greenford akalar. Oyoqlarini qarang. Yashodan chiqqan mol? Ha, yashodan. Yashodan chiqqan. Emlangan akalar. Yashodan chiqqandan keyin o'zgarish katta bo'ladi. Qancha bo'ldi? 21,5 akalar. Mana buqamiz. Hurmatli aka-ukalar, mana akamiz ham mana xizmatda. Boydada uz kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar.
Instagram uchun profilga olyapti, Instagram profiliga. Simentallarda Greenfurtlar akalar, mana limuzin ham bor ekan. Angus har xilidan bor akalar. Oldinglarmi buni? Sotilyaptimi? Nech pul bo'ldi bu jupiga? 62,5 million bo'ldi. Jupi 62,5 bermadinglar. Simental. Akalar jupiga 62,5 ga berilmadi, qaranglar. Simentalimiz. Akalar. Hozir tarozlarni so'rab qo'yamiz. Bugungi taroz necha bo'ldi oldilari? Qormanglar, taroz necha bo'ldi bugungi? Tarozi aka 58 dan 65 gacha oldu. O'rtasi 60-61 ming. 58 dan 65. O'rtasi necha? 61 ming. 60. Assalomu alaykum hurmatli Begus kanalining obunachilari. Ko'rib turgan manzillar Andijon viloyati Shahrixon tumani Yuzlar mahallasida aka-ukalar sotiladigan silyosimiz bor. Ashi donadan ajralgan, Makka sutidan ajralgan paytda o'rilgan silyosimiz 10 tonna ko'milgan aka-ukalar. Sotiladi. Manzil sizlarga ekran ostiga telefon raqamlarini qo'yamiz, bog'lanasizlar. Qopiga 18 ming so'mdan deyilyapti. O'zingizlar kelishib savdosini qilaverasizlar. Silyosimiz o'ta ham zo'r holatda turibdi, chirigan, netgan emas. Akalar mana bemalol kelib o'zingizlar mana shunda ko'rib, qoplab olishingiz mumkin akalar. Mana qoplab olib ketishinglarga akalar qopiga 18 ming so'mdan, agar qoplab o'zi qoplab jo'natsin desalaringiz akalar 20 ming so'mdan qopiga savdosiga aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qo'yamiz. Bizni kuzatayotganlar silyoslarda mana shunaqa zo'rlaridan bor akalar. Bog'lanaveringlar o'zingizlar. Aka-ukalar novoslar qatoriga o'tdik. 56 dan tarozga olinibdi. Tarozga qo'ymadinglar? Narxlar tashab yuboribdi ana. 56 mingdan 517 kilo chiqdi akalar. Narxlar ancha pasaygan. Mana qoramiz bu. 860. 860 kilomi? 860 kilo chiqdi. 50 tarozgami? Yo'q, 51 ga sotildi, 51 million. Ha, 51 millionga sotilibdi akalar. 860 kilo chiqdi. Buqamiz. Kim oldi buni? Siz oldingizmi? Yo'q. Siz sotdingizmi? Yo'q, boshqasi sotdi, men do'st savdosini ko'rdim. Ha, savdosini ko'rdingizmi? Akalar mana. O, ukamiz oldi-da. Nech pulga oldingiz buni? 51 millionga olindi akalar. 51 millionga olinibdi. Hurmatli aka-ukalar, katta novoslar qatoriga o'tdik. Hozir tarozlarni so'rab qo'yamiz. Bugungi taroz necha bo'ldi oldilari? Qormanglar, taroz necha bo'ldi bugungi? Tarozi aka 58 dan 65 gacha oldu. O'rtasi 60-61 ming. 58 dan 65. O'rtasi necha? 60-61 ming. 60 ming, 61 ming bo'ldi mana. Bu buqamiz ham keldi mana. Sekin buni ham so'raymiz. 398 ga to'xtadimi? 397 ga to'xtayapti. To'xtaydim buniki. Qizaradi uni. Bozordaman, bozorda. Qizil yonadi mana bitta. 96 ekan. 396. 397 da to'xtayapti. O'baldimi? 397. Sizni molingiz toza bilasiz, birinchi kelib turib to'xtab, yana qaytarib bo'ladi, to'xtab. 397 kilosi. Nech pul oldilar buni? Yo'q, hali savdosi bitgan yo'q. Ha, endi ko'rib qo'ydilar. Voy, bu oktagonligani yomoni kelyapti-yu. Qana shu oktagonligani ko'ring. Nech pulga oldinglar buni? Drakonni. Mana qaranglar, buqani jonivar, jonivar. Qora o'zimiki-yu. Ko'larimi bular? Kuraychishi bormi buni? Necha kilo? 1,5 yashar biz. Ha? 495 kilo. Bu gavdasi baquvvat ekan, o'zi chekan buni. 15 ming so'mdan. Ha, nimami? Bilmadi uni. Prosta nima qilyapti? 55 mingdan 65 minggacha o'lyapti novoslar. Qora novoslarga shunaqa, 65 ming.
1,5 yasharli. 1,5 yasharli akalar novosimiz. Hurmatli aka-ukalar, ko'chma tarozimizni taklif etamiz. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Uylarda katta-katta novoslar bo'lsa, olib borib, o'rnatib, tortib berish xizmati bor. Telefon raqamlari turibdi 31 31 20 24 raqamlariga bog'lanib o'zingizlar kelishaverasizlar akalar. Manzil Andijonlar Shahrixon tuman Cho'ja Oldami mol bozorida tarozlar qatorida turibdi akalar. Aylab qo'ydi uni, yechib olavering. Jonivar, janiki. Nech pul bo'ldi bu? Tarozgami? Taroziga bo'lyapti. Akalar, to'rttami? To'rt degan akalar. To'rtta bir xilda. 61,5 60 dan taroziga. Bilib turib. Qirg'iz. 61,5 60 dan taroziga bo'lyapti akalar. Bering aka. Yo'q, devon bilan tushsa kelgan mollar. Qo'shib so'raymi, mayli. Aka, ana boyab ketishgan.